25 may O'zbekistonda oddiy kun emas, balki amaldorlarning jamoat transportida, ko'chalarda rasmga tushish kuni bo'ldi. 2026-yilning 1-may kunidan boshlab har oyning 10 va 25 sanalarida avtomobilsiz kun va avtomobilsiz hafta aksiyalari o'tkazilishi belgilangan bo'lsa-da, Sog'liqni saqlash vazirligidagilar bu xabardan bexabar qolgan bo'lsa kerak. Chunki ular ishga ertalab xizmat mashinasida keldi. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri metroda, madaniyat vaziri esa samokatda ko'rinish berdi. Menimcha ularning shaxsiy fotograflari ham bugun ishga mashinasiz kelgan bo'lsa kerak. Shuni eslatib o'tishimiz kerakki, ushbu aksiya boshqalariga o'xshab ko'ngilli tarzda o'tkaziladigan aksiyalardan emas. Bu maxsus farmon bilan belgilangan bo'lib, unda xizmat mashinalaridan foydalanish taqiqlanadi. Farmonga ko'ra, avtomobilsiz kun aksiyalari ish kunlariga to'g'ri kelganda xizmat mashinalarining haydovchilarining ish haqlari ham saqlab qolinishi belgilangan.